Nefs ve ruh. Nefs ve onun xususiyetleri. Nefs sözü Kur'an-ı Kerim'de insanın içki kısmındaki şeyler için kullanılgan bulup, u insanın yürüş duruşlarında tesir görünüp durduğun köplegen insani süpetler ve xususiyetlerini öz içine algan nersidir. Nefsning haqiqiy mahiyeti insanlarga aniq ma'lum bo'lmasa-mu, ammo nefsning ko'plagan sifatlari va xususiyatlari insonning yurish turishlarida o'zini ko'rsatib turdi. İnsanlarning nefslarida aslida bir nefsdan, ya'ni Odam alayhisalomning nefsidan yaratilib ko'paygan. Bu haqiqat insonlar orasida nefslar o'tirisidagi tarkib nisbatining o'xshashmasligini hisobga olmaganda, inson nefsining xususiyat va tarkiblarida birishganligini ko'rsatadi. O'zini rohatlantiradigan va istaklarga qondiradigan narsalarga havas qilish, qiziqish, talab qilish, rohat va jafoni his qilish, shodlanish va g'amkin bo'lish, so'yish va nafratlanish, yoqtirish va yomon ko'rish, ta'sirli so'zlardan hissiyotga kelish qatorliq vijdoniy sifatlarning hammasi nefsning xususiyatlaridan sanaladi. Shuningdek, to'g'ri yo'lga hidoyat tepish yoki izish, o'zini poklash yoki bulg'ash xususiyatlarimi nefsda bo'lib, yaxshilik va yomonlik manbalari, yaxshi bilan yomonni farqlantirish iqtidori va yaxshilik yomonlikdan xohlaganlarni qilish qobiliyati nefsda bordir. Nefs yaxshilik yoki yomonlikni qilishga qodir bo'lib, qilganlarni bilib qilish xususiyatiga egadir. Şuna nefsning irodasining sirtida bo'lgan ishlar uning xususiyatlari yoki sifatlaridan sanalmaydi. Bu sababdan nefs qilganlarga o'zi mas'ul bo'lib, yaxshi qilganlarning mukofotini, yomon qilganlarning jazosini olishga haqli bo'lgan. Mukofot bilan jazo mas'uliyatning mevasi bo'lib, mas'uliyat bo'lmagan ishda mukofot yoki jazo deganlar bo'lmaydi. Şuna nefs yomon qilgan ishlar uchun malomatga, yaxshi qilgan ishlar uchun madihiyaga loyiq bo'ladi. Nefs qilgan barliq ishlarga mas'ul bo'lgan ekan, uning yaxshi-yomon barliq ishlari xotirlanib turdi. U qiyomat kunida bu dunyoda qilganlarning hammasini xotirlanib yozilgan holatda ko'rdi. Adolatning qoidalaridan biri jazolashdan avval hisob elish bo'lgandek, hisob elishning qoidalaridan biri hisob berguvchiga o'zini mudofaa qilish haqqini berishdir. Şun qiyomat kundagi hisob maydonida har bir nafs o'zini mudofaa qilish uchun tirishadi. Qur'oni Karimdagi u kunda har kim o'zi bilan bo'lib ketadi. Har kim qilgan amalning badalini to'liq oladi. Ularga asla uvol qilinmaydi. Sura Nahl 111-oyat degan oyat buni isbotlaydi. Her nefs o'zining yaxshilik va yomonlikdan iborat ish faoliyatini bilib turib qilganlik uchun u o'zidan hisob elishni biladi. Shun qiyomat kunida uningga nom amalingni o'qig'in. Bugun o'zingga o'zing guvoh bo'lishing yetarli deyiladi. Sura Isro 14-oyat. Nefsda yaxshilik va yomonlik manbalari, shundaqda yaxshilik bilan yomonlikni idrok qilish qobiliyati va bularning qaysini qilish yoki qilmaslikqa turtki bo'lg'idek iqtidor bo'lgan ekan, uningda yaxshi qilgan ishlardan xotirjamlik his qilish, yomon qilgan ishlar uchun beorom bo'lib, o'ziga malomat qilish xususiyati bordir. Chunki nefs qandoqli bir yomonlikni qilishga boshlaganda o'zining istaklarini, havaslarini va shahvatlarini tezroq qondirish va bu lazzatlar bilan vaqtli huzurlanish turtkisi natijasida harakatga o'tgan bo'ldi. Aksicha nefs qandoqli bir yaxshilikni qilishga yuzlanganida o'zidagi ijobiy turtkilar, vijdonining sadosiga quloq solish, Alloh taolaning roziligiga erishish orqali jannatni qo'lga keltirish qizg'inligi bilan harakatga o'tgan bo'ldi. Vijdon nefsni hamisha yaxshilikka chaqirib turdi. Ammo nefs uning quloq solish yoki uni rad qilish ishida ixtiyor egasidir.
Bu sebepten nefs öz qilmishlaridan javobgar bo'ladi. Nefsdə bo'ladigan turtkilar. Qur'oni Karim oyatlariga asoslangan tushunchalarni tahlil qilganda, har qanday bir nefsda 3 xil turtki bo'lib, bularning har biri nefsni o'z tarbiyaga tortishga tirishadi. Ammo nefs bu uchning o'tirisida tanlash ixtiyoriga egadir. Bu 3 xil turtkining biri oliy himmat turtkisi, ikkinchisi tovanlik turtkisi, uchinchisi o'tirxonlik turtkisidir. Nefsning oliy himmat turtkisi. Nefsning oliy himmat turtkisi uni yaxshilikqa chaqirib turadigan, fazilatlarni his qiladigan, yomon qilgan ishlar uchun o'ziga malomat qiladigan, yaxshi qilgan ishlar sababli suyunadigan Rabboniy tarafning turtkisidir. Nefsning tuvan himmat turtkisi uni yomon ishlarga chaqirib turadigan, gunoh masiyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadigan, o'zini qoyil qiladigan, haqiqatdan shaklanish, to'g'ri yo'ldan adashish qatorliq azg'unlarga tashabbus qiladigan shaytoniy tarafning turtkisidir. Nefsning o'tirxonlik turtkisi uning ish-harakatlarini belgilaydigan, yaxshilik bilan yomonlikning kuchli turtkilar o'tirisida qolgan o'tirxonlik turtkisidir. İnsan nefsi Rabbani tarafının çağırqı quloq silib, yuqori tarafga o'rliginida u aram topquchi nefs qatoridan o'rin ilib, Alloh taolaning fazli karimi bilan o'zimi mamnun bo'lgan va Alloh taolani rozi qilgan nefsga aylandi. Qur'oni Karimdagi: "Ey aram topquchi nefs, sen Rabbingdan mamnun, Rabbing sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. Sen mening yaxshi bandalarim qatori qo'shilgin, mening jannatimga kirgin" degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Sura Fajr 27-30 oyatlar. Agar u shaytoniy tarafning vasvasalariga, qiziqtirishlarga va tashabbuslarga agishadigan bo'lsa, bu vaqtda u biyaram nefs qatoridan o'rin ilib, Alloh taolaning adolatining taqozosi bo'yicha nadomat chekkuchi va o'ziga malomat qilguvchi nefs bo'lib qoldi-da, Qur'oni Karimning buni oyatida sifati bayon qilinganlarning jumlasidan bo'lib qoldi. U kunda har bir nefsning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarni ko'rmaslik uchun o'zi bilan yomon ishlarning orasida uzun bir musoba bo'lishni orzu qiladi. Sura Al-Imron 30-oyat. Nefsning talablari. Nefsning talablarining hammasi so'kilguchi emas. Chunki nefsning yo'lliq talablari va yo'lsiz talablari bor. Nefsning yo'lliq talablari o'zini yoki boshqalarni ziyon zahmatga uchratmagan asosda qoida usul bo'yicha o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojini qondirishdan iboratdir. Nefsning yo'lsiz talablari o'zini yoki boshqalarni ziyon zahmatlarga uchratish badaliga o'zining moddiy va ma'naviy havaslarini qoida usulga yot bir shaklda qondirishdan iboratdir. Ruh va uning xususiyatlari. Ruhning mohiyatini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Shun Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga mundaq degan: "Ular sendan ruh haqida so'rashidi. Deginki, ruh Rabbimning aql yetmaydigan ishlaridandir." Sura Isra 85-oyat. Ammo ruhning xususiyatlaridan biri vujudni harakatlantirish bo'lib, hujayralardan tarkib topgan bu moddiy vujudda ruhning bo'lishi hujayralarni harakatchan, o'sadigan va yashaydigan qilish rolini o'ynaydi. Chunki ruh Alloh taolo yer yuzidagi jonliqlarga tarqatib etgan energiya bo'lib, hujayralarning harakatlanish, ko'payish va bo'linish qatorliq faoliyatlarini amalga oshirdi. Ruhning mohiyatini bilmasakmi, uning vazifasini bilgili bo'ldi. Ruhni o'zini ko'rgili yoki qiyos qilgili bo'lmaydigan, faqat natijasini ko'rgili bo'ladigan havo to'lqinlarga yoki elektr energiyasiga o'xshatishga bo'ladi. Chunki vujudimizga hujayralarni harakatlantiradigan narsa shu ruhdir. Bizning Uyg'ur tilimizdami birovning birdilla faoliyatchan bo'lib ketganligini ruhlanib ketdi deymiz.
vaz-nasihat yoki ta'sirli she'r yoki biror so'zni anglab yoki kitob o'qib ta'sirlangan kishini ruhiy oziq oldi deymiz. Bu ifodalarning hammasi ruhning qo'zg'atqich kuch ekanligini tushundirdi. Qisqasi, ruh inson vujudida mashinaning motoriga o'xshasa, nafs mashinaning roliga o'xshaydi. Nafs vujudni uningdagi ruh bilan birga ya omonlikqa yoki halokatga boshlab menish rolini o'ynaydi. Shu Qur'oni Karimda nafsni yomonlikqa boshlag'uchi deb sifatlagan. Nafs haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuruydi. Faqat Rabbim rahim qilgan odamlar buningdan mustasno. Odamlar buningdan mustasno. Sura Yusuf 53-oyat. Arab tilida ruh so'zi bilan nafs so'zi goh ikkisi bir ma'noda, goh bir-biriga yaqin ma'noda qo'llanildi. Bizning tilimizga jon so'zini arablar ruh yoki nafs deb ataydi. Bu ikki so'z ko'p hollarda o'xshash ma'noda qo'llanilsa-mu, go'yoda farqli ma'nolarda keldi. Masalan, nafs yana o'z degan ma'noni bildirdi. Biroq ruh bu ma'noni bildirmaydi. Shunga islom manbalarida kelgan nafsni poklash degan iborani ruhni poklash deb tarjim qilish to'g'ri bo'lmasa kerak. Chunki ruh o'zi pok narsa. Uni poklashga hojat yo'q. Poklashga tegishli narsa nafsdir. Chunki nafs odamni yomon ishlarga undaydi, hatto boshlab mangadi. Ammo ruh odamni harakatga silish vazifasini o'taydi, uni boshlay olmaydi. Xulos qilganda Alloh taolo insonga ruh bilan nafsni ato qilgan bo'lib, insonning ruhi uningdagi ichki go'zalliklarga, uning nafsi ko'p hollarda uningdagi yomonliklarga vakillik qildi. Insonning aqli, sog'lom fikri, ar-numusi, iffati, sehiyligi, vafodorligi va barcha go'zal axloqi uningdagi ruhiy go'zallikning ifodasi bo'lganidek, insonning shahvoniyligi, shaxsiyatchiligi, ozg'unligi, aqlsizligi, g'azab nafrati uningdagi nafs xohishining ifodasidir. Shu Alloh taolo bizlarni nafs xohishimizga, shaytonning vasvasalariga ergashmasdan, ichimizdagi pok ruhimizning chaqiriqiga ergashib, aqlimizni qo'llanib, haqiqat yo'lida izchil davom qilishimizga buyurgan.